yaxshilab qovurib olamiz. Qovurmaga qovurilsa mazaliroq bo'ladi. Piyoz ko'proq bo'lishi kerak. Mazali chiqishi uchun. Tabga ko'ra tuz 1 qoshiq. Yozda kunlarimiz zakinlar olchalik kompot ichish mazada. Suvimiz qaynadi. Mana makaronni solamiz. Ovqatimiz qovurilyapti. Aytmoqchi, mana shunaqa Toshkent ko'ksu makaronlaridan foydalanyapman. Hozir bu boshqa xili. Ikkitasi mana shuncha bo'ladi. Suvga solamiz. Bir qaynagandan keyin pishadi. Mana makaronlarni solib, qovurish jarayonini 15 minutga damlab qo'yamiz, oshga o'xshatib. Ovqatimiz ham tayyor, mana pishdi, dona-dona chiroyli, yoniga baqlajonli salatlar bilan. Kelinglar, yoqimli ishtaha.